Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilar. Do'stlar, bugungi sana 12-mart haftani payshanba kuni Toshkent viloyati Parkent tumani Tambalak qishlog'iga chiqdik. Ya'ni begizdegan fermalardamiz. Assalomu alaykum. Mahallasiga, Tambalak mahallasiga keldinglar. Qanaqasiz? Odoblar yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Ro'zalarda charchamay yursizlarmi? Xudoga shukr. Qanaqasiz o'zingiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Charchamasdan. Xudoga shukr. Biz endi boqmalardan jonidan to'ygalarga pishganini ko'rsatib Tayyor beramiz. pishganlari bor. 20 ta, 19 ta. Ko'ringlar shularni. Savdasini chiqarib berasiz. Ko'rishingizdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar do'stlar. Xolisangiz men chiqargan videoni ko'ring. Xolisangiz vodiy, xolisangiz voha, xolisangiz Xorazm bozor, Sanjarbeguz Liboy kanalidan ko'rishingiz mumkin. Narxini aytamiz, narxi ajoyib mana. Tayyor pishgan. Bu qassob okalarimizga voshim zo'r yangilik. Tayyor yetik buqalar. Zo'r boq qo'yibsizlar. Assortimentga nima bor, hoji aka? Greenford ham bor. Mickey Mouse'lar ham bor. Semental ham bor. Hammasidan bor, hamma sortdan bor. Rossiyskiy semental. Necha oy oldin olgansizlar buni? 8 oy oldin olingan bular. 8 oy oldin, ha? Foyda bormi, foyda yo'qmi hozir? Endi xudolar sotganda bilamiz. Sotganda bilamiz. Foyda bormi, yo'qmi? Tayyor, yeb turgan oqsillardan chiqib olganlari, do'stlar. Hamma chiqqan, 1 oy bo'lgan oqsildan chiqqaniga. Toshlarini ko'ringlar. Pishib turibdi. Angusga Greenford chachishgani, Mickey Mouse. A bu yerda anguslari ham bor, mana. Qarang, mashalloh. Zotga so'raganlarga ham bor, a? Zotga so'raganlariga ham bor, 2 ta bor bunda. Mana. Yaqinda tish yordi bular. Bular? Ha. Endi tishimizda ayni to'lish turgan payt. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Nima mana vaqtingiz bularni? Bulari shu. Mana. Galishtenga semental chachishgani. O'rtali bura rossiyskiy. Avlikolga xudo xolasa ko'zni chechishingiz ay. Sharaylar aralashgan mana qarang. Toshlari juda ham. Vobshim ozoda ekan. Toza. Toza narsaga qarang. Hech qattiq bo'q emas. Mana shular sotuvga qo'yamiz biz. Hozir ko'rasizlar. Yechib uyruqni ko'ramiz desa imkoniyati yo'q. Bularni o'zlari boylab qo'yib boqqan ekanlar. O'shaning uchun Odiljon hozir yechib olsak dabdala bo'ladi. Deyaptilar mana. Qiziqqan aka-ukalarimizga bemalol tavsiya beramiz. Zo'r narsalar. Qarang. Mana do'stlar, yaqinlashtirib ko'rsatib beraylik. Bu tarafda ham turibdi. Mana bu tarafda orqalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bemalol ko'rib olaversin bemalol. Xato joyi yo'q, benuqson. Mana. Mana zotga. Va oldin olgandingiz, bu ham tish buzdi yaqinda. Buni zoti nima ekan buni? Semental nimadir chachishmami bu? Tinoqlarga qarang, stakan tuyoq. Agar siz shu ikkitasini juplab oladigan bo'lsangiz, qani buni bitta sherigi? Boyagan aka, yoqda turibdi sherigi. Juplab oladigan bo'lsanglar, mana ko'ring, hozirgi Rossiya davlatlaridan kelgan buqalarni pishgan variantlarini ko'rsatib beramiz. Zotga zo'r yaraydi. Mana hozir sherigini ham ko'rsatib beramiz. Mana. Mana sherigi bu. Mana sherigi. Zotga zo'r. Galishtenga, sementalga kattaroq niyat qilganlar bo'lsa, tondan ustiga chiqaraman deb bular to'xtab qolmaydi. Ham o'sadi, ham ves yig'adi. Zanu ukamiznikini chiqardik-ku. $9,800 sotdi. Bittasi $10,000 sotdi. Mana shuni qorasini. Mana Angus. Bular pishganlari. Buni ko'rsatib ketamiz. Buni katta videosini ham qo'yib ketamiz hozir. Instagramga ham o'tib obuna bo'lib qolinglar. Do'stlar, mana tayyor. Mana qarang. Tayyor variantlarda bu mana. Dumba sog'algan jonivorlar. Xullas 19 ta buqa oldi orqalarini ko'rsatib qo'ydik. Endi begizidagi bularingizni
narxini hech bilmaymiz aka. Bir joyga aytaqani, telefon qilganga shunda ikkita zotga aytayotganingizni ham ana 45-46 million deyotgan u anguslaringiz ichida birsida mana bunaqa ichida gapiring. Bir joyga Ha. nima deymiz endi? Savdo qiladigan gapiring. 38 million. Ozgina xayri bormi? Kelsa yana boshida gaplashamiz. Gaplashamiz. Gaplashamiz Mabodo, boshida. endi ko'rasiz ko'pchilik biz aytayotgan narx agar ularga qimmatliroq tuyulib qolsa, lekin bilib oling, kecha Samarqanddan Obrik degan zotni ham chiqarib berishdi ukamiz Elmurod 25 milliondan 38 million. Endi u Lekin bu ko'rib darajada- turib biza buzoqlarni ham juda qimmat. juda qimmat etib yotibdi. Narxi mana ham Yo'q, uni qanaqa foyda qilasiz? Mana sizlar juda. boqqaningiz, uni ko'rganingiz Biza kayfi bo'lmaydi. hammasini ko'rdik, bular oqsuldan chiqib, birini oyog'i tuzalmadi. So'ydirdi. Oyog'i tuzalmadi, so'ydirdi. 8 kilogina yog' keldi. Ana mana bunaqa bundan pastroq deyotganlarini Ha, mana shu cho'ti bundan ham sal pastroqmidi. o'rtoqlar 338 kilo go'sht qilgan. 38 kilo go'sht qildi, 8 kilo yog' keldi. Yo'q qildi dedilar. Nima demoqchimiz? Bundan kichikroq kasal holatida bor, oyog'i Kasal yurib holatda ketdi bor, oyoq deganlariga. tuzalmay, ha. Nima demoqchiman? Oyoq tuzalmay. Kelib, ko'rib, ko'z bilan savdo qiling. Agar nima borda bir joyga olsa, tarozi gaplashsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Gaplashamiz, kelishaveramiz. Nima bo'ladi? Bo'laveradi. Manzilimiz Tog'u Toshdan boshladik. Toshkent viloyati Parkent tumani Tambalak mahallasi. mahallasidamiz. Fermani uddar joyiga kelganmiz. Firmaga ahamiyat qilmaysizlar? Bu zo'r yozgi aka. Buni Yozga yaxshi. Lo'mboz bilan mazayu. Mana qarang. Hozir yengil tabiatlarni konteyner mahsulotlarida tom yopishyapti-yu, uni garantiya beraman deyishyapti ko'pchilik. Unga ishonch yo'q lekin. To'g'ri. Mana ishonch bo'lganida men to'xtatib yormas edim. Mana qarang. Go'zallanib, Mana bu ham o'ta ajoyib mana. jonivor. Ichida juda ham ko'p buldozerlari. O'rtoqlar, ukamiz ham 40 million deyman, 39 million deyman deydi. Amallar ko'ndirdim. Mana bu, ana u, nari ikkinchidagi mana bu ikkita ichida bir 38 da dindi. Gapirdik, yana savdosi bor. Necha nomer qo'yib ketadi? 93lik? 93lik nomer qo'yamiz. Ishlaydigan nomer beraylik. 571 71 71 31. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Bular pishgan yem yegan, yog' uncha chiqmaydi, kasaldan yaqinda chiqqan. Cho'chmasdan olishingiz mumkin, o'rtoqlar. Bu yog'i endi sizlarda xudo xolasa kimga yoqsa aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Ko'rsatib berish bizning zimmamizda.